Azizlar, endi Koreyaga viza olish yana ham osonlashadi. Kuni kecha Koreya elchixonasi ajoyib yangilikni e'lon qildi. Bunda topik uchi bor talabalarimiz kasbiy ta'lim dasturi bo'yicha hech qanday ota-ona daromad, ko'chmas mulklar va bir oylik KDB banknotlarsiz hujjatlarini topshira oladi va vizalarni qo'lga kirita oladi. Bu juda ham zo'r yangilik. Sababi bizda topik uchi bor talabalarimiz majburlikdan 1% universitetlar, ya'ni Usungin universitetlarimizga haftada darslari ko'p, kontrakt qimmat, ya'ni o'qish qiyinroq bo'lgan universitetlarga shu ota-ona daromadlari, ko'chmas mulklarda muammo bo'lganligi sababli majburlikdan topshirishayotgandi. Endi bunga hojat yo'q. Bemalol kasbiy ta'lim dasturi bo'yicha hujjatlarini topshirib, bemalol viza olishlari mumkin. Faqatgina belgilangan hudud va belgilangan yo'nalishlar bo'yicha. Bu universitetlarni va o'sha yo'nalishlarini izohlarda yozib qoldirdim. Bemalol ko'rib, hujjatlarni topshirishlari mumkin va bu videoni maksimal tarqatinglar. Yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qolishingizni tavsiya qilaman.